Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun biz Quyosh yangi O'zbekistonimizning eng yaxshi sihatgohlaridan bo'lgan Nazarбек sanatoriyasida dam olishga kelganmiz. Hammamiz mana dam oluvchilar yaxshi dam olyapmiz. Men sanatoriyaga Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanidan kelganman. Faxriy o'qituvchiman. Bu yerga kelib 3-marta kelishim. Nimaga? Nimagaki bu yerda sanatoriyadagi vaziyat, sanatoriyada sog'lomlashtirish ishlari, xodimlar, hamshiralar, vrachlar hammasi juda yaxshi namunali tarzda, ibratli tarzda xizmat ko'rsatyapti. Biz bundan nihoyatda mamnunmiz. Endi bu sihatgohga nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni Tojikistondan, Qozog'istondan dam oluvchilar kelganki, ular ham juda ham mamnun. Biz ular bilan suhbatda shunga amin bo'lganman. Men hurmatli prezidentimiz tomonidan biz nuroniylarga qilayotgan g'amxo'rligi, sanatoriya shunaqa qilib yaxshi talabga javob beradigan darajada remont qilib, ta'mirlab bizga qulay sharoitlar yaratib bergani uchun juda ham minnatdorman. Shu O'zbekistonimizdagi insonlarni shu yerga kelib sog'lig'ini mustahkamlash uchun shu yerga kelib dam olishlarini tavsiya qilaman.